Assalomu alaykum azizlarim. Bugun yana siz bilan ajoyib mavzu haqida gaplashamiz. Men odamlarni doim kuzataman. Nazarimda, hozirgi odamlar menga shoshqaloqdek tuyuladi. Ular tez natijaga chiqishni, tez hayoti o'zgarishni, juda ham katta tezlikda boyib ketishni xohlashadi. Lekin eng qizig'i, tez natijaga chiqishni xohlaydigan, shoshadigan odamlar odatda yarim yo'lda sinib qolishadi yoki to'xtab qolishadi. Agar siz ham hayotingiz tez o'zgarishini xohlayotgan bo'lsangiz, tezroq boyib ketishni xohlayotgan bo'lsangiz, qachon turmush o'rtog'im, qachon qaynona-qaynotam, qachon o'zim o'zgaraman deb jar solayotgan bo'lsangiz yoki karyeramda qachon tub burilish bo'ladi deb shoshayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bilasizmi? Inson tabiati shunaqa. U og'riqni uzoq his qilishni xohlamaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda insonlar bitta individual konsultatsiyadan keyin hayoti 180 gradusga o'zgarishini kutadi. Bitta duo bilan hamma muammolar hal bo'lishini xohlaydi. Bitta terapiyadan keyin hamma jarohatlari bitishini xohlaydi. Bitta kursdan keyin esa darrov millioner bo'lib qolishni xohlaydi. Lekin hayotning o'z qonunlari bor. Tez kelgan narsa insonni ichkaridan o'zgartira olmaydi. Haqiqiy o'zgarish uchun albatta insonga vaqt kerak. Tasavvur qiling, siz yerga urug' qadadingiz. Ertasi kuni yoki indiniga urug'ni kavlab olib, nimaga daraxt bo'lmading, nimaga meva bermading deyish, bu g'irt ahmoqlik, to'g'rimi? Odatda inson o'ziga aynan mana shuni qiladi. Bugun harakat qilamiz, ertaga natija kutamiz. Bugun niyat qilamiz, indiniga mukammal hayot kutamiz. Agar natija tez kelmasa, bilasizmi, o'zimizni juda ham yomon ko'ramiz. O'zimizni ayblaymiz. Hattoki Allohdan va uning taqdiridan norozi bo'lamiz. Unga menga nimaga bermading deb janjal qilamiz, isyon qilamiz. Aslida esa ba'zi bir jarayonlar pishishi kerak. Psixologiyada ham xuddi shunday. Masalan, sizdagi qo'rquvlar, sizning o'sha kambag'alcha fikrlaringiz yoki bolalik travmalari, o'zingizni qadrsiz his qilishingiz yoki kasalligingiz bular bir kunda paydo bo'lmagan. Demak, ular bir kunda sizdan ketmaydi ham. Hozir hamma odamlar natijani xohlaydi, lekin jarayonni yomon ko'radi. Hamma ham gulni xohlaydi, lekin gulning ildizi bilan ishlashni xohlamaydi. Har bir ayol dono, aqlli, eriga sevimli bo'lishni xohlaydi, lekin o'zining ichidagi og'riqlarni, yaralarni ko'rishni, ular bilan yuzlashishni va prarabotka qilishni istamaydi. Hamma xohlaydi millioner bo'lishni, moliyaviy erkinlikda yashashni, lekin o'zlarining ichlaridagi pulga bog'liq bo'lgan negativ qarashlarni, qarshiliklarni tan olishni istamaydi. Hozir men sizga bir gapni aytaman. Sizni hayotingizni bitta motivatsiya emas, har kuni qilgan kichik-kichik amallaringiz o'zgartiradi. Har kuni, doimiy, mustahkam, qat'iyatli. Siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Tomchilab turgan suv hattoki toshni yorish xususiyatiga ega. Juda ham ko'pchilik insonlar hozirgi kunda o'zini ayblaydi. Men harakat qilyapman, lekin natijasini sezmayapman. Men balkim eplolmayotgan bo'lishim mumkin, qo'limdan kelmayotgan bo'lishi mumkin. Aslo yo'q. Siz ildiz otayotgan bo'lishingiz mumkin. Yodingizdan chiqarmang. Ildiz hech qachon shovqin bilan o'smaydi va eng katta o'zgarishlar sukunatda paydo bo'ladi. O'ylab ko'rganmisiz? Yaratgan egam butun tabiatni, koinotni, nabototni, odamzodni bosqichma-bosqich yaratgan ekan. Qur'on ham 23 yil deganda to'liq tushib bo'lgan. Demak, insonning qalbi katta o'zgarishlarni birdaniga ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun ham tez natijaga, katta o'zgarishlarga o'zingizni va yuragingizni aslo majburlamang. Hozir ijtimoiy tarmoqlar odamlarni juda ham sabrsiz qilib qo'ydi menimcha. Kimdir bir oyda o'qib millioner bo'ldim deydi. Kimdir 3 kunda erim o'zgardi deydi. Kimdir esa bitta texnika bilan butun hayotim o'zgardi deb ayyuhanna soladi. Va shunda inson o'zi bilmagan holda o'zini boshqalar bilan solishtirishni boshlaydi. Mana shu yerda siz e'tiborga olmaydigan bir jihat bor. Har bir insonning taqdiri, tajribasi, sinovi, yo'li o'ziniki va alohida individual. Hech kimni bu dunyoda birov bilan solishtirib bo'lmaydi. Ma'lumotlarga qaraganda, hattoki bitta zigotadan paydo bo'lgan egizaklar ham bir-birini hech qachon takrorlamaydi. Demak, kimnidir bitta gap sindirgan, kimningdir bolaligi esa faqat yig'i bilan o'tgan, kimdir esa hayotda butunlay baxtsiz.
Qisqasi, kimningdir yarasi chuqurroq, kimnikidir esa sayozroq. Sizga tavsiya qilgan bo'lardim, agar juda solishtirgis keladigan bo'lsa, o'zingizni 1 oy oldingi, 1 yil oldingi va 5 yil oldingi o'zingiz bilan solishtiring. Va doim shukr qiling, bosqichma-bosqich rivojlanishda, o'sishda ekanligingizda. Yana bir muhim gap. Tez natija istashning tagida qo'rquv yotadi. Ulgurmay qolaman, vaqtim o'tib ketyapti, hayotim tugab qoladi yoki vaqtim yo'q degan vahima bo'ladi. Va aynan mana shu vahima insonni shoshiltiradi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Shoshilish shaytondan. Men bu deganim, siz harakatini qilmang, sababini qilmang deyishdan yiroqman. Siz o'sha o'zingiz qanaqadir orzuga, qanaqadir maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta sababini qiling va natijasini Allohga tashing. Shundagina sizni qalbingiz xotirjamlikni his qiladi. Hozir va shu lahzada yashashni boshlaysiz. Tabiiyki, siz orzu qilgan narsa Allohga tashib qo'yganingizdagina sizga tezroq keladi. Agar siz hozir mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, balkim yaratgan ham sizga bandam, sekinlash, to'xta deyotgandir. Chunki ba'zi narsalar yugurib emas, tayyor bo'lganda yetilib keladi. Hozir men sizga bir savol beraman. Agar sizni hayotingiz 3 oyda emas, 3 yilda chiroyli bo'lsa, rozi bo'larmidingiz? Agar javobingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz shoshilishni sevasiz menimcha. Chunki yetuk inson natijani ham, natijaga olib boradigan jarayonni ham yaxshi ko'radi va uni qadrlaydi. Chunki yetuk inson biladi. Har bir kechikish tayyorlanish bo'lishi mumkin. Har bir sinov tozalanish bo'lishi mumkin. Har bir kutish qalbni kengaytirish bo'lishi mumkin. Va sizga eng muhim haqiqatni aytaman. Siz kech qolmayapsiz. Shunchaki sizni yo'lingiz boshqalarnikidan o'zgacha. Kimdir tez gullaydi, kimdir tez ko'karadi. Lekin shuni biling, sekin ochilgan gul ko'pincha uzoqroq yashaydi. Videoning oxirida esa sizga tavsiyam. Bugundan boshlab o'zingizni quvishni to'xtating. O'zingiz bilan urushni to'xtating. O'zingizga bot-bot takrorlang. Natijaga tez borishni emas, sog'lom yetib borishni tanlayman. Hurmatli kuzatuvchilarim, agar bugungi video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda "Men o'zimga vaqt beraman" deb yozib qo'ying. Va ushbu videoni shoshayotgan, tez natijaga chiqish uchun o'zini siqayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha